Nima deganing bu? Og'zingga qarab gapir. Meni singlim haqida gapiryapsan-a? Yaxshimisan, o'rtoq? Ishxonangda oldiga keluvdim. Ishxonadamiding? Ha, hozir chiqaman. O'rtoq, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan o'rtoq? Charchamayapsanmi? Rahmat, yaxshi. Kel o'tir. Bir choyxonaga ham chiqay demaysan. Ishingga ko'milib o'tiraverasan-da mana shu ishxonangda. Bolalarga qo'shilib turmindi. Ha, endi ishlarimiz ko'payib ketib qoldi o'rtoq. Ishxonang yangi qizopsanmi? Nomerini olib bersang bo'lar ekan. Xo'sh, keyinchi? U yog'ini o'zimga qo'yib ber. Meni bilasan-ku. O'rtoq, kecha siningni ko'chada ko'rgandim. Ko'zga yaqin qiz bo'lib qopti. Nima deganing bu? Og'zingga qarab gapir. Meni singlim haqida gapiryapsan-a? Qo'lingni tor. Oldin pichoqni o'zingga ur. Og'rimasa keyin birovga. Mana shu qizlar ham kimnidir sinisi, kimnidir qizi. Orqangda qizlaring ham katta bo'lishyapti. Bu qaytar dunyo. Choyingni ichda, surbetdan. Qaytib qoringni ko'rmang. Sizchi? Sizni ham opa-singiz, qizingiz bor-a? Sizga qachon aql kiradi? Sal o'zingizga yig'ishtirib oling. Bu qaytar dunyoligini unutmang.